Hammaga assalomu alaykum. Men Abdulla Nasullayev. Hozirgi vaqtda Yevromed xususiy maktabini ta'sischilaridan biriman va bu yerdagi kommersiy bo'lim rahbari hisoblanaman. Bizi Dilafruz opa bilan shaxsiy brendni rivojlantirish davrida va shuningdek shaxsiy brendni rivojlantirish haqidagi kursni tayyorlagan vaqtimizda birga hamkorlik qilganmiz va ularni kurslar uchun metodologiya tayyorlash xizmatlaridan foydalanganmiz. Birgalikda o'tkazgan 1,5-2 oy vaqtimiz davomida bizni meni shaxsiy tajribamga asoslangan barcha bilimlarimni sodda tilga o'girgan holatda, shuningdek maxsus formula va tushunarli usullarda yetkazib beruvchi holatda upakovka qilib chiqqanmiz. Bu darsdan keyin, bu xizmatdan keyin biz nafaqat darslarimizni tushunarli tilga o'girdik, balki o'zimizni shaxsiy hayotdagi rivojlanishimizda ham bilimlarni osonroq o'rganish va tushunganlarimizni mijozlarga osonroq yetkazib berish bo'yicha ham ancha ko'p o'zgarishlarga erishdik. Sizlarga ham juda tavsiya qilib qolgan bo'lar edim, kurslarida o'qishlikni yoki xizmatlardan foydalanishni. Bu orqali sizlar o'zingizlarning biliminglarni oson yetkazib berishni o'rganasizlar. Shuningdek, oson yetkazib berganinglarning hisobidan produktinglar ancha samaradorligi oshadi. Produkt samaradorligi oshgandan keyin sotuv ham oshadi.